Men darslarimni qilib bildim va biroz YouTube'ga video ko'rib zavqlanish uchun kirdim. Keyin esa oxirgi videoyim esimga tushib qoldi. 200 ta like'dan ham o'tib ketibdi-ku. Xo'sh, bugungi video nima haqida ekanligini aniqlashtirib olsak. YouTube'ga kirib kommentariyalarni ko'raylikchi. Ender Dragon, Steve, Ender Dragon, Steve, Ender Dragon, Ender Dragon, Ender Dragon. Kommentariyalarda eng ko'p katta kesak Ender Dragon so'ralibdi. Hop, undan nima ham derdim? Bugungi video Ender Dragon haqida bo'ladi. Hop, undan nimani kutyapsan? Kanalimga obuna bo'l. Sizlar joylarga yaxshilab o'rnashib olib, yeb ichgan narsalar olib kelinglar. Men videoni boshladim. Birinchi bo'lib Ender Dragonning yaralishi haqida gaplashib olsak. Oranglarda ko'p kishi bu negr qaysi versiyadan qo'shilganini bilmasa kerak. Bu nos chekaragan katta kelsa birinchi marta 1.0 versiyada qanaqa ko'rinish qo'shilgan sanasi 2021-yil 18-noyabrda, ya'ni o'yinning rasmiy chiqarilgan sanasida. Buni bizga nima qizig'i bor desanglar, men qattan bilaman, men prosta aytdim. Ender Dragon qanday yaralgani haqida menda bitta teoriya bor. U ham bo'lsa, erkak Ender Dragon bilan urg'ochi Ender Dragon. Oranglarda Ender Dragon haqida bilmaydiganlar bo'lsa, ularga tushuncha berib o'tsam. Bu nos tuflaydigan katta kesak Minecraftdagi End olamini himoya qiluvchi mavjudot. Uni hamma har xil ta'riflaydi. Men esa nos tuflaydigan katta kesak deyman. Nimaga bunday deyman? Sababi oldiga borsanglar veshna nos tuflaydi. Uzr, uxlab qopman. Ender Dragon haqida tushuncha olgan bo'lsanglar, mavzuni davom ettirsak. Ayrim nazariyalarda oldingi Minecraftda rivojlangan bo'lgan. Ular portal texnologiyasini ishlab chiqarishgan. Ular tasodifan Ender portalini ochib yuborishgan va shu tariqa Ender Dragon uchratishgan. Bu to'g'ridan-to'g'ri Endermenlarga bo'lib taqalibdi. Sizlarga Endermenlar haqida video qiziq bo'lsa, men uchun kanalda alohida video qilaman. O'tib ko'rishinglar mumkin. Videoga havola atpisaniyada. Shu joyga stop bo'ldi. Videolaringiz uchun arzon va sifatli prevyular kerakmi? Unday bo'lsa, men sizlarga over dizaynni maslahat beraman. Bu kanalda sizlar bir-biridan ajoyib va sifatli va hamyonbop narxlarda prevyularni ko'rishinglar mumkin. Agar sizlar shekerankelik desanglar, over dizayn sizlarga bundan-da arzonroq narxlarda prevyu yasab beradi. Kanalga havola atpisaniyada. Ender Dragon haqida asosiy faktni sizlarga aytib o'tsam. Ender Dragon haqida asl fakt aslan mavjud emas. Sababi Mojang Ender Dragon haqida hech qanday fakt aytmagan yoki ma'lumot bermagan. O'yinchilarning o'zlari Ender Dragon haqida har xil nazariyalar o'ylab topgan. Shuning uchun Ender Dragon haqida aniq nazariya mavjud emas. Ya'ni qanday yaralgani haqida hech kimda aniq ma'lumot yo'q. Hammasi oddiy nazariya. O'sha uchun ham Ender Dragon tuxumdan chiqqan degan gaplar xato. Unga ishonib o'tirmanglar. Ya bilmadim. Men o'zimning fikrimni aytdim. Qarashday bu nos cheka degan negr haqidagi asosiy faktlar shulardan iborat edi. Istaysa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Sizlar bilan sheker bo'ldi.